Assalomu alaykum hurmatli qadrdonlar. Bugun 22-aprel, demak, haftaning seshanba kuni. Xudo xolasa sizlar bilan bugungi kelgan tovarlarni qisqacha narx-navosi bilan tanishtirib o'tamiz. Aynan bizda mana shu bugun erta mana shu 3-4 kun ichidagi aniq bir narxlarda sizlar bilan baham ko'ramiz. Xudo xolasa, demak, bizda bugun kelgan tovarlar mana shunday shalvarlar kelgan 29 dan 36 razmergacha. Buni sotuv narxi o'zi 150 ming so'm, 40 ming so'm, 130 ming, 120 ming so'm sotilgan. Bugungi kunda bu mana seshanba shu hafta ichi 3 kun 4 kun ichida buni narxini sizlar uchun maxsus 110 ming so'm qilib belgiladik. Sotuv narxi 110 ming so'm. Buni ranglari bor, korishneviy, seri va qorasi kelgan. 110 ming so'm. Narxlarda adashmanglar, xudo xolasa. Buni alohida qo'yib qo'yamiz. Va mana shunday sharvalar, jinsiy sharvalar 48 dan 60 razmergacha. Обычныйdan velikan razmergacha kelgan shalvar jinsiy. Buni sotuv narxi 75 ming, 70 ming sotilgan. Bugungi narxi sizlar uchun maxsus, demak 60 ming so'm qilib belgiladik. Xudo xolasa, bemalol kelib, yag'i bemalol razmerlar bor. Buni qo'yib turamiz, xudo xolasa. Bundan tashqari do'ykalar kelgan, taxmin qilaverasiz buni narxini. Do'ykalar tepa past. Buni narxi 170 ming so'm, 160 ming so'm, 150 ming so'mdan sotilgan. Bugungi kunda narxini maxsus bugungi kunda 22-aprel 3 kun mana shu 22 shu hafta ichida buni narxi 120 ming so'm qilib berilgan. 120 ming so'm. Bemalol so'rab turib kelib olib ketishlaringiz mumkin. Ikki xil rangga kelgan, to'q va ochiq variant kelgan. 120 ming so'm tepa past. Bundan tashqari katta yoshdagi insonlar uchun maxsus tepa past jinsiy materiali zo'r. Buni narxi o'zi 200 ming, 180 ming so'm, 170 ming so'm sotilgan. Bugungi kundagi narxi, buni sotuv narxi 150 ming so'm. Mana shu videoni ko'rib kelganlar uchun mana 5 ming so'm plus 145 ming so'm oxirgi sotuv narxi. Toza, sifatli narsa, tepa past. 145 ming so'm. Bundan tashqari eng bomba tovarlardan biri tepa past. Buni sotuv narxi o'zi 300 ming so'm sotilgan. Bugungi kundagi narxi 280 ming so'm, lekin bir narsa, bugun 22-aprelda yangi narxda kelgan. 3 kun mana shu hafta ichi eng oxirgi sotuv narxi 235 ming so'm qilib beramiz. Razmerlari bor. Tepa past. Bemalol kelib olishlaringiz mumkin.